Metallurgiya sohasini o'rganayotganimizda biz metall mahsulotlari, undan tashqari konstruksiyalar shular haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ularga alohida davlat tomonidan qo'yiladigan sifat talablari shuni o'rgandikda. Undan tashqari Xitoy davlatida ko'p yillar davomida yashaganim, kimyoda o'qiganim tufayli juda ko'p Xitoydagi yaxshi loyihalarni ko'rganim. Shunaqa niyat qilardik, kelgusida agar nasib qilsa biz ham mana shunaqa chiroyli binolarni O'zbekistonda qursak, aholiga, umuman xalqimizga bir yangicha bir binolarni taqdim qilsak deb niyat qilgandik. Shu sababdan Allohga shukrlar bo'lsinki, bugungi kunga kelib biz mana shu qurilish sohasida ham faoliyatni boshladik. Bunaqa o'ylashlariga sabab bor, sababi China deb nomlangani uchun ko'pchilik shunaqa o'ylaydi. Lekin aslida China House kompaniyasi mahalliy korxona hisoblanadi, ya'ni uni asoschilari o'zimizmiz. Nima uchun China House deb nomlaganmiz? Sababi Xitoyda ko'p yillar davomida o'sha o'qib, ishlab yurgan paytda biz Xitoy me'morchilik madaniyatini, Xitoyni shu yuqori cho'qqiga chiqqan shu qurilish sanoatini O'zbekistonga olib kelish, O'zbekistonda ham shuni tatbiq qilish niyat qilgandik. Shu sababdan qanaqadir shunaqa nom bilan nomlash fikri paydo bo'ldi. Shuning uchun China House deb nomladik. Lekin aslida China House kompaniyasi O'zbekiston korxonasi hisoblanadi. Uni asoschilari hammasi O'zbekiston fuqarolari va o'zbek xalqiga xizmat qiladi. Bilasizmi, bizning eng asosiy maqsadimiz bu bizning qadriyatimiz, ya'ni insonlarga yordam berish. Ularni hayotidagi masalalarni, o'sha muammolarni hal qilishda qanaqadir qatnashish, o'z hissamizni qo'shish. Inson borki, hammaga baribir uy kerak, xonadon kerak va shu xonadonda agar insonlar o'zini yaxshi, qulay his qilsa, demak biz eng oliy maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Hozirgi kunga qadar Toshkent hamda Namangan shaharlarini qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 9 ta loyihani amalga oshirganmiz. Toshkentda Shanghai Residence, Shohsaroy Residence, Navruz hamda Yangi O'zbekiston loyihalari va Namangandagi 5 ta loyihamiz. Korxonamiz rivojlanish strategiyasini har 5 yilga qo'yadi. 10 yildan keyin Xudo xolasa biz dunyo bozoridagi eng nufuzli korxonalardan biri hisoblanib, biz asosan smart loyihalarni amalga oshiramiz. To'g'ri, bozorda raqobat juda ham kuchli, lekin biz o'zimizga ishonamiz. Nafaqat bizda mutaxassislarimiz yoki komandamiz yoki mahsulot sifati, balki biz mana shu mijozlarga yondashuv bo'yicha ham o'zgacha uslubni qo'llayapmiz. Ya'ni shu uy qurilishidan tortib to o'sha uylarimiz bitib, mijozlarga topshirilgandan keyin ham biz mijozlarimizni doimiy ravishda ularga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Shunisi bilan hozirgi kunda raqobatdosh korxona hisoblanamiz. Eng katta muammo hozirgi kunda ko'p mijozlarni qiziqtirib, qanaqadir aksiyalar, boshqa nimalar e'lon qilib, mijozlarga o'sha uylarni sotishyapti. Sotilgandan keyin o'sha uyni sifatiga, qolaversa u bilan bog'liq bo'lgan har xil sertifikatlar, hujjatlarga, eng asosiysi o'sha mijozlarning talabiga javob berishga e'tibor kamroq bo'lyapti. Oxir-oqibat ana shu loyihani amalga oshmay qolishi yoki loyiha amalga oshgandan keyin ham mijozlardan noroziliklar paydo bo'lyapti. Buni yechimida meni fikrim shundaki, ko'proq mijozlar bilan muloqot qilish, qolaversa qonunchilik hujjatlariga ko'proq e'tibor berish, korxona o'zini ishonchliligini saqlab qolishga e'tibor qaratish kerak. Bitta oddiy misol, bizning bitta xodimimiz boshqa bir, ya'ni Toshkent viloyatidagi boshqa bir loyihadan uy xarid qildi. Bir kun kelib menga aytayapti: "Opa, mana yangi uy sotib oldim. Uyimni shu kiraverishdan, eshikdan boshlab muammo. Eshik ruchkasi ishlamaydi. Eshik yaxshi yopilib, ochilmaydi. Ya'ni ostonaga yaxshi ishlov berilmagan. Ichkariga kirgandan keyin vanna, tualetda muammo. Shularga yana alohida xarajat qilyapman. Qo'shimcha menga xarajat. Aslida quruvchi korxona buni qilib berish kerak deyapti. Bu eng elementar narsa-da. Shundan ko'rishimiz mumkin. Quruvchilardan shu narsani iltimos qilardimki, o'zimizni ishimizga professional darajada, mas'uliyat bilan yondashimiz kerak. Sababi har bitta mijoz u bizga juda ham katta ishonch bilan murojaat qilyapti. Bizga ishongani uchun o'sha uyni xarid qilyapti. Aslida bozorda juda ham ko'p variantlar bor, takliflar bor. Sizni tanlaganni o'zi bu sizga bo'lgan juda ham katta ishonch, hurmat. Biz mana shu hurmatni menimcha suiiste'mol qilmasligimiz kerak. Loyiha joylashuvi juda ham muhim omil hisoblanadi. Birinchidan infratuzilma, ikkinchidan transport, ya'ni bu mijozlarga qulay bo'lishi, uchinchidan ekologik jihatdan yaxshi sharoitlarni yaratib bera oladigan lokatsiyalarni tanlaymiz. Ya'ni bunaqa lokatsiyani tanlasak, har qanday mijoz ham ertaga o'sha uyga joylashgandan keyin erkinlik muhitini yaratadi, keyin osonlik yaratadi sharoit. Chunki hamma hozir ishlaydi. Ertalabda masalan ishga ketish kerak, yo'l tirband bo'lsa, yana kech qoladi, kayfiyati buziladi, o'zini ishiga ham ta'sir qiladi. Shuni hisobga olgan holda ko'proq shu omillarga e'tibor beramiz.
Eng avvalo korxona, ya'ni sizga uy taqdim qilayotgan korxonani o'rganib ko'rish kerak. Batafsil u haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ulardagi o'sha spetsialistlar haqiqatan shunaqa yaxshi loyihalarni amalga oshirganmi? Tayyor keyslarni ko'rib o'rganish kerak. Ikkinchidan, albatta o'zini sharoitidan kelib chiqib, ya'ni bu moliyaviy sharoit, bundan tashqari o'sha insonni ishlaydigan joyi, qayerda ishlaydi, borib kelishi va hokazolarni ham inobatga olish kerak. Keyingi 5 yilda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi navbatda o'sha qurilayotgan binolarni sifati, umuman aholini turmush sharoitiga nisbatan juda katta o'sish kutilyapti. Bu bilan birga raqobat ham ko'payadi. Sifatga bo'lgan talab yanada oshadi. Hozirgi kunda Xitoy mana shu qurilish sohasini rivojlanish tarixini olib qaraydigan bo'lsam, 4 ta etapni bosib o'tgan. O'zbekiston hozirgi kunda 2-etapni bosib o'tyapti. O'ylaymanki, biz ham mana shu qurilish rivojlanishini yana 2 ta etapini bosib o'tamiz. Bu degani biz quruvchilar uchun bozorda hali imkoniyatlar bor. Qolaversa, mijozlarimiz uchun ham yangicha yondashuv, yangicha o'sha takliflar beriladi. Faqat biz ko'proq o'sha me'morchilik sohasida mana shu chet el tajribasini olib kirish, chet el tajribasini o'rganib, qanaqadir yana ham masalan o'sha uyni sifatli qilamiz, lekin uyimizni qanaqadir tan narxida ham ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni mijozlarga biz juda ham katta narx oshira olmasdan, lekin undan ko'ra hozirgi kundan ko'ra yaxshiroq sifatli uy berishga harakatlan qilishimiz kerak.